Hayvonot dunyosini asrash bo'yicha choralar kuchaytirilayotgan bo'lsa-da, noqonuniy ov holatlari hanuz uchrab turibdi. O'tgan yilda ushbu sohada 700 dan ortiq huquqbuzarlik holati aniqlangan. Ayni kunlarda Amudaryo, Sirdaryo, Qoraqalpog'iston va Xorazmdagi suv havzalarida baliq ovlashga vaqtinchalik moratoriy e'lon qilingan. Ammo shunga qaramay ayrim brakonyerlar elektr toki va boshqa xavfli usullardan foydalangan holda qonunlarni mensimayapti. Hamkasbimiz Ruxsora G'ofurova Sirdaryo bo'yida bo'lib, holatni o'rgandi. Zafar Mamajonov bolaligidan Sirdaryo qirg'oqlaridan baliq ovlaydi. Bu hududda uni mohir baliqchi sifatida ko'pchilik taniydi. Baliqchini bugun mavsum bo'lmasa-da, elektr toki va maxsus turlarda baliq ovlaydigan brakonyerlar tashvishga solmoqda. Urchayotgan payti baliq o'ta slabiy bo'ladi. O'zi to'g'ri kelib to'rga ilinib qolaveradi. Hozir kasalga o'xshab yuribdi-da bular. Agar urchmas boshqa payti bo'lsa, 10 tadan bittasi ilinadimi to'rga. Endi shundan foydalanib, veydi yoppasiga qirib qo'yadi. Ayniqsa laqqa juda ham bir haliga bo'sh baliq bo'lar ekan, shu tezda qirilib ketyapti. Hozir sudak, usach degan baliqlar yo'q, qirilib ketyapti. Elektr toki bilan faqat katta baliqlarni ovlashni ko'zlaydigan brakonyerlarning harakati suv tagidagi butun jonzotga ziyon yetkazishi tabiiy. Pashsha qurtlari qamish tagiga qo'yadi qurtini. Bu mana shu suvni tagida turib, qovoqdan ajralib chiqib uchib ketadi. Mana shuni 70% ni mayda chavoqlar yeb tashlaydi. Endi bular hammasi 100% chiqib foliz ekinlari, mana olma daraxtlari qurt tushib ketayotgan sababi shu. Endi aytmoqchiman, mana shu mayda chavoqlarda qishloq xo'jaligiga juda ham katta foydasi bor. Bu bir. Ikkinchidan, qushlar juda ham ko'p bizda O'zbekistonimizda qushlar bor. Baliq bilan oziqlanadi. Hozir to'k solgandan keyin mayda qo'ng'izlarigacha, hasharotlargacha suv tagida hasharot ko'p. Nafaqat baliq, nafaqat baqa bor edi. Bir de ko'p narsa bor. Shu hammasi to'k solgandan keyin qiriladi, qo'yadi. Baliqchilar va shu yerdagi mahalliy aholining aytishicha, shu ketishda bo'lsa, qushlar ham baliqlarni sotib olib yeyishga to'g'ri keladi. Ularning aytishicha, brakonyerlarning dastidan hatto qurbaqalar ham vaqillamay qo'ygan. Oldin mahallalarda kech payt bo'ldi, baqalar baqirardi. Hozir umuman baqa ham yo'q. Umuman ovoz ham yo'q. Chir deb o'sha shomdan boshlanardi. Hammasini to'kka solgandan keyin zaharlanib o'lib ketdi-da. To'k bilan qamash kerak. Asosan o'zi qarmoqqa tashab, halol qarmoqda chiqadi. 5 ta tutami, 10 ta tutami, 100 ta tutami. Hamma yo'qda o'ldirib olib, bechara baqalar ham o'lib ketadi, bola chaqasi ham o'lib ketadi. Brakonyerlar asosan tunda ov qilishadi deb o'ylarsiz. Yo'q, afsuski, ular ko'p va kunduz kuni ham bemalol ov qilmoqda. Bu tasvirlar 3-may kuni olingan. Ular arava bilan balon qayiqda qirg'oqda paydo bo'ldi. Hatto suvga tur ham tashladi. Biz qirg'oqni nargi betiga aylanib o'tgunimizcha, ular balon qayig'i bilan ko'zdan g'oyib bo'lishga ulgurdi. Ko'p va kunduz kuni ham brakonyerlarni topishi unchalik darajada qiyin emas. Hozir biz ularning orqasidan quvib keldik, lekin ular qochishga ulgurdi. Ammo ular tashlagan qarmoq esa mana tortib ko'ramiz. Hatto balig'i ham bor. Mana bu arava brakonyerlardiki. Ular bu aravada o'zlarini lotkasi bilan kelgan edi. Menimcha, ular o'zlari tutgan baliqlarni aynan mana shu aravada tashishni rejalashtirgan. Ayni daqiqada esa ular mana shu chakalakzorlarga qochib ketdi. Lotkalari ham bu brakonyerlarda motori ham uncha-munchasi yetkazmaydigan motor. Bitta ketadi yo'q. Hozir maydan hoy desangiz nagi tomonga o'tib ketadi. Siz ko'rayotgan mana bu tasvirlarning barchasi aprel oyida olingan. Brakonyerlar xuddi ularga hech qanaqa taqiq qo'yilmaganidek baliq ovlash bilan band. Yovvoyi tabiat u hali ham xalqning mulkimi yo kimlargadir o'tib ketganmi? Qarmoqchilarga vaqti kelganda ruxsat bo'lmay qolyapti. Urchish paytida ham, urchish payti bo'lmagan paytida ham Ekologiya vazirligiga bitta murojaatim bor, ekologiya vazirligiga. O'sha urchish paytida ham qarmoqqa, ikkitadan qarmoqqa havaskor ovchilarga ruxsat berish kerak. Mana hozir biz mana ko'rib qoldik, mana brakonyerni ko'rib qoldik. Bitta qarmoqda ovlaydigan havaskor ovchi 500 metr bu yog'ini, 500 metr bu yog'ini qo'riqlab o'tiradi. Bu borada ekologiya vazirligining viloyat boshqarmasi mutaxassislaridan izoh olmoqchi bo'lib, juda ko'p urindik. Ammo ular intervyu berishni lozim topmadi. Faqatgina Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali mana bu ma'lumotni tashlab berdi. Unda yozilishicha 2025-yilda baliqlarni noqonuniy ravishda ovlash bo'yicha jami 8 nafar fuqarolarga nisbatan 20 million 625 ming so'm ma'muriy
jarima hamda 19 million 500 ming so'm hayvonot dunyosiga zarar yetkazilgan. Shuningdek, viloyat hududida taqiqlangan ov quroli bo'yicha 4 ta holatda 608 million so'm hayvonot dunyosiga yetkazilgan zarar bo'yicha huquqbuzarlik holati yuzasidan qonunda belgilangan tartibda chora ko'rish maqsadida to'plangan hujjatlar huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yuborilgan. Ammo bugungi holat esa olib borilayotgan ishlar yetarli samara bermayotganligini ko'rsatmoqda. Mana bu Sirdaryo viloyatidagi baliq bozori. Unda Sirdaryodan tutilgan baliqlar bemalol sotilayotganiga guvoh bo'ldik. Bu Arnasoydagi masalaki. Sirdaryoniki o'zimiz Sirdaryoniki. Baliqlar urchiyotgan vaqtda brakonyerlarga qarshi qattiq kurashilmas ekan. Yovvoyi tabiatning bir qismi bo'lgan suv osti jonzotlarini asrab qolish juda qiyin. Ruxsora G'afurova, Sirojiddin Hoshimjonov, Hudud informatsion dasturi uchun.